Aksariyat o'zbek oilalarida va qaynonalarda shunaqa fikr bor, shunaqa мнение bor, aksariyat hammasida ham emas. Qaynonani o'g'li yaxshi bo'lsa, xotinini sevsa, oilasini qadriga yetsa, bolalarini yaxshi ko'rsa, xotinini boshda ko'tarib, ухаживать qilib, uni himoya qilib, har xil sovg'alar bersa, mehr bersa, oilaparvar bo'lsa, kelin suv qilib, boshini aylantirib, o'ziga o'qitib olgan bo'ladi, bir nimalarni ichirib qo'ygan bo'ladi. Endi xuddi o'sha yomon bo'lsa, ko'chada yuradigan bo'lsa, qizlar bilan gaplashadigan bo'lsa, oilasiga, bolalariga, ota-onasiga mehri bo'lmasa, so'kadigan, ichadigan, chakadigan bo'lsa, ko'cha xannon, uy zinnon deb kechasi kirib keladigan bo'lsa, ana unda ham kelin aybdor. Eri ko'yniga yo'l topolmagan, erga yaxshi gapirmagan, eri yo'lga sololmagan, eri o'ziga istolmagan. Ikkala vaziyatda ham kelin aybdor.